Sizni yoshingiz 16-17, balkim siz 15 yoshdirsiz. Va siz maktab o'quvchisiz. Maktabga borasiz, yaxshi o'qiysiz, kerakli fallada, kerak emas fallada umuman o'qimaysiz, ko'chirasiz kerak bo'lsa. Va siz repetitorlarga borasiz. Ota-onangiz sizni berishdi, siz repetitorlarga borasiz, anglizcha o'qiysiz, matematika o'qiysiz, umuman xullas siz universitetga kirishga tayyorlanyapsiz. Hamma narsa yaxshi, siz yaxshi o'qiyapsiz, yaxshi baholar olyapsiz, o'qishda yiqilyapsiz, o'rningizdan turyapsiz. Qarochi hamma narsa yaxshi. No bilasizmi? Sizni ichingizda nimadir не то. Siz hammadagi bo'lgingiz kelmayapti. Chunki bu narsani har bitta sizni yoshingizdek bola qiladi. Maktabga boradi, repetitorga boradi, yaxshi o'qiydi, yaxshi tayyorlanadi, universitetga kirish dardida. Lekin siz bu narsani xohlamayapsiz. Siz bu narsani qilyapsiz, lekin siz неужели hayot shunaqa boshlanadi deb o'ylab qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Siz atrofdagilarni как будто bitta to'da, ular qayergadir ketishyapti, lekin men unaqa bo'lmayman deb o'ylayapsiz. Nimadir ichingizda не то, nimadir qilgingiz kelyapti, oxirigacha yetmaydi, baribir ham shu o'qishda borib qovurasiz, o'qiysiz, yaxshi shunaqa davom etadi. Lekin hozir shu narsa to'g'risida biz gaplashamiz siz bilan. Meni yoshim 18 da, ismim Umar va shu 18 yoshimda men Dubayda уже yashayman, ishlayman va 18 yoshimda men 20 ming dollardan ko'p pul qildim. Bilaman, bu maqtanish emas. Bu sizlar uchun bir motivatsiya bo'lsin va yo'l ko'rsatish bo'lsin deb niyatida bu videoni yozyapman. To'g'risini aytaman, o'zimni umuman ishonmadim. Video yozishim kerak deb va nihoyat video yozyapman. Nimaga video yozishim kerak dedim. Chunki men 16 yoshimda, 15 yoshimda, 17 yoshimda xuddi sizga o'xshab YouTube qidirib o'tdim. Как стать богатым, как заработать онлайн, shunaqa kabi narsalar. Men ham oddiy o'quvchiman. O'sha payt repetitorga borardim, lekin shunaqa narsalar qidirardim. Nimaga? Chunki men bilaman, что hayot bunaqa emas. Biz o'ylaganchalik emas. Hayot sal boshqacha yo'l bilan ham ketsa bo'ladi-ku. Вот, shu narsani bugun siz bilan gaplashamiz. Men sizga yo'l ko'rsataman, o'zimda nima bo'lganini aytib beraman va sizga yo'l ko'rsatishga harakat qilaman. Chunki men to'g'risi o'zim ham mechtat qilardim, чтобы mana shunaqa videoni kimdir o'zimdagi odamlar ko'rishligini. Chunki bu situatsiya juda ham qiyin, men bilaman, ichingizda nima o'tayotganini ham bilaman. O'shaning uchun давайте videoni boshlaylik, oxirigacha ko'ring, polni birga gaplashib o'tib ketamiz hamma narsalardan. Sizni ощущениеңizni aytdik. Siz nimadir xohlayapsiz, bilmayapsiz nima xohlayotganingizni. Bu narsani bitta dona yechimi bor, menga ishoninglar, prям bitta dona yechimi bor. Bu nima qilish? Ingliz tili o'rganadiganlar, menga o'xshab, men ham ingliz tili o'rganganman. IELTS'im 6.5 va sizlarga bitta narsa aytaman, ingliz tilida bitta narsa bor, bilasizlarmi? 3-mi testi bordi. Qarochi 3-testida eshitasizda kerak narsani topasiz. No bizga qanaqa metod o'rgatishardi? Eshitasan, kerak emas so'z chiqsa, masalan, qizil mashina desa, a bu yerda qizil mashina varianti bor, a bu yerda ko'k mashina desa, siz qizil mashina o'chirasiz, chunki bu sizning variantingiz emas. Ya'ni nima demoqchiman bu gapim bilan? Siz kerak emas narsalarni o'chirishingiz kerak, чтобы kerakli narsani topish uchun. Tushunarli? Ya'ni siz qanaqadirga kerak emas narsani, kerakli narsani topish uchun kerak emasini o'chirishingiz kerak. Siz hech qachon, menga ishoning, hech qachon kerakli, o'zingizga kerakli, o'zingizni yoqtiradigan narsani topa olmaysiz agar kerak emaslarni o'chirmasangiz. Ya'ni nima demoqchiman, siz IT ga qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin, ichidan programmirованиеga yoki вообще SMMlarga, sotsial medialarni yurg'izishga. Siz просто o'ylayapsiz, o'qib ko'rmadingiz bu narsani. Siz syomkaga, mobilografiyaga, videografiyaga qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin. Siz editor bo'lishingiz ham mumkin. No, siz bu narsani qilmayapsiz va siz hech qachon o'zingizni topa olmaysiz. Meni главный sovetim, men 17 yoshimda o'zimni topish uchun shuncha narsalar qildim. Programmirование, веб-dizayn, 3D modelирование, animatsiya, logotiplar sozdать qilish, Figma, shunaqa narsalar o'zimga yaqin bo'lgan narsani qildim. Men bu narsani qilinglar demayman. Просто o'zingizlarga o'tiringlar, daftar olinglar. Nima sohaga qiziqyapsizlar, o'shani yozib o'tiringlar. Ya'ni siz masalan IT yozyapsiz variantiga, programmirование, back-end, front-end, 3D modelирование hammasini yozasiz va bittama-bitta shu narsani provat qilasiz. Qanaqa qilib deysizmi? YouTube to'la darslar. YouTube'ga kirasiz, kerakli narsani yozasiz, topasiz, ko'rasiz video. Qiziqyapsiz, dalish ko'rasiz, qiziqyapsiz, dalish ko'rasiz. Всё, olib ketdingiz. Agar qiziq nimadir, nimadir yoqmayapti, yo bunaqa o'ylamovdim. Meni ожиданиям bunaqa edi, realность bunaqa ekan. Yo'q. Просто o'tkazib yuborasiz, keyingi sohaga o'tasiz.
Ya'ni siz bitta joyda o'tirmayapsiz hozir. Siz soha bo'yicha o'tyapsiz. Bitta sohani qilasiz, yoqmadi, yo bunisini yutib. Keyingisi. Qaysidir oxirida sizga yoqadi yoki-da o'sha sohangiz tugagandan keyin, "Tak, menga yoqayotdi, montaj qilish, bitta qaytib ko'ring, qilasiz. Yana nimadir yoqmadi, keyin ketasiz, yana qaytib ko'rib qilasiz." Ya'ni shu sizning sohangiz bo'ladi. Bu meni o'pitimda shunaqa. Siz nimadir topishingiz uchun, siz o'zingizni yo'lingizni topishingiz uchun siz o'zingiz harakat qilib, har bitta variantlardan nima variantlar bor, biznesmen, doktor, buxgalter shunaqa narsalarni ko'rib chiqasiz. O'quv markazlariga prosta probni urokka borasiz bir kun. IT bo'yicha, masalan, web dizayner bo'yicha borasiz, ko'rasiz, yoqsa dalsh ketasiz. Yoqmasa o'tkazasiz, shtobi o'zingizni topish uchun. Ikkinchi narsa haqida gapiradigan bo'lsak, bu albattaki atrofdagi odamlaringiz. Agar siz bitta o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, prosta o'zingiz metroda ishlashib ketadigan odamlardan bo'lsangiz, to ishoning bu eng zo'r narsa. Siz o'zingiz bilan o'zingiz gaplashyapsiz, siz o'zingizni topasiz albatta. Agar siz atrofingizda o'rtoqlaringiz mashinada shashka qilishga chaqirayotgan bo'lsa, PlayStation tam o'yin o'ynashga yoki-da biron bir razlecheniyaga chaqirayotgan bo'lsa, bilingki siz uzoqqa bormaysiz bunaqa do'stlar bilan. Siz atrofingizni tez o'zgartirishingiz kerak. Agar siz atrofingizni tez o'zgartirmasangiz, siz уже men hayotda nima deb o'ylayman. Mana 17 yosh, 16 yoshingizda sizda ikkita yo'lingiz bor. Bittasi yomon, bittasi yaxshi. Va bilasizlarmi, shu ikkita yo'lda hamma ketadi. Mana shu ikkinchi yo'l sizni tortyapsa, все, bu yo'lga siz qaytib kela olmaysiz. Juda ham qiyin bo'ladi qaytib kelish. O'shaning uchun birinchi bo'lib atrofdagi, yoningizdagi odamlarni o'zgartiring. Bilasizlarmi, Dubayda mana yashayapman, bilyapmanki, to'shda atrofda odamlar qanaqa bo'ladi. Birga o'tirasizlar, kompyuterlarni ochasizlar, davay bratva, nima ideya, nima qilamiz deb sizni tortadigan o'rtoq kerak sizga. Sizga tortadigan do'st kerak. Men esimda 17 yoshimda o'rtog'im bilan birga naski magazin ochmoqchi bo'lganmiz. O'tirganmiz, planlar qilganmiz, nech pul, nima, joyli, naskilar qayerdan olamiz. Biz naskini prosta sotmoqchi emas edik, korobkasiga upor bermoqchi edik. Korobkasi zo'r, ideal bo'lishini xohlab, biz bozorda videlitsa qilmoqchi edik. Konkurentlarni analiz qilganmiz, bizda opit bo'lmagan, biz prosta YouTube'da qilganmiz. Dasha men 3D maketini ham so'zlab qilganman korobkani. Qanaqa qilib YouTube'dan hamma narsa. Ya'ni sizda shunaqa o'rtog'ingiz bo'lishi kerakki, shtobi sizni tortish kerak. Bu narsani oxirigacha ikkalovingiz yetkazishingiz kerak. Agar atrofingizda bunaqa o'rtog'ingiz bo'lmasa, bunaqa do'stingiz bo'lmasa, to afsuski siz juda ham noto'g'ri yo'ldasiz. Tez bu yo'ldan chiqing. Mani o'rtoqlarim realni kompyuterxonaga borishardi oldin, maktabda o'qiganimda, PlayStation o'ynashardi. Men ishonasizlarmi, umuman bormaydim ularga. Juda ham xohlardim, pulim bor edi, pul yig'ardim, tushsam bo'lardi-yu. Net, nimaga? Chunki har bir ketkazayotgan vaqt bu bizani kuchli qiladigan narsa. Ya'ni bu nimada biz o'yin o'ynashda masalan vaqtimizni ketkazsa, biz o'yinni nomer 1 bo'lamiz. Masalan, o'qishda nimadir qilayotgan bo'lsak, biz o'shani nomer 1 bo'lamiz. Ammo o'zimni topayotgan odam edim. O'zimni topish harakatida edim. O'shaning uchun ham men sizga aytaman, atrofingizni iltimos o'zgartiring. To'g'ri odamlar bilan bo'ling. To'g'ri odamlar topmasangiz, hatto bitta o'zingiz bo'ling. Bitta o'zi lучше, чем anta ikkita yomon o'rtoq bilan bo'lgandan ko'ra. Bitta o'zingiz bo'lganingiz yaxshiroq. O'zingizning xayollaringiz bilan bo'lganingiz yaxshiroq. Va uchinchi narsa bu неуверенность в себе. Agar siz o'zingizga uverin bo'lmasangiz, bu nima deydi, u nima deydi, agar men bunaqa qilib ko'raman desamchi, atrofdagilarim nima qilaman desa-chi, nima qilaman deb o'ylasangiz, yo'q. Unaqa o'ylamang. Siz har doim oldinda bo'lishingiz kerak. Nimaga 1% odamlar uspешный bo'ladi? Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz? Chunki ular boshqalarni o'ylashiga qarab o'tirmaydi. Ular hech qachon bu nima deydi deb o'ylamaydi. O'zi shu narsani qiladi, yoqmasa ketadi, qilsa yoqsa o'sha yo'ldan ketadi. Yoqmasa все boshqa narsa qiladi. Ya'ni boshqalar nima deydi, bu nima deydi, men bunaqa bo'lishim kerak, doktor bo'lishim kerak, ota-onam aytayapti, "Mas, siz nima xohlayapsiz shu haqida o'ylang." Hop, ota-onangiz doktor bo'ldi deyishyapti, stomatolog bo'ldi deyishyapti. Попробуйте qiling. Agar sizga yoqmasa, все, bu sizniki emas. Sizniki emas, tushunyapsizmi? Agar sizga yoqmaydigan narsani siz butun umr qiladigan bo'lsangiz, siz hech qachon davolli bo'lmaysiz. Siz sayohat qilishingiz kerak, siz dunyoni aylanishingiz kerak, siz вообще dunyo juda ham katta. Siz bitta joyda qolib ketishingiz kerak emas. O'zingizga yoqqan narsani topishingiz kerak. Siz вот именно 16-17 yosh bu o'sha narsani topadigan payt. Hamma narsa попробовать qilinglar, o'zingizga uverin deb bo'linglar. Agar o'xshamasa ham qilaveringlar, nima ketadi sizga 2 kun, 3 kun gapirishadi o'rtoqlaringiz. Azato keyin katta bo'lganda, sizlar kompyuterxonaga tushyotganlaring.
Men так себе Dubayda yashayapman, ishlarimni qilyapman, ko'p pul topyapman deysiz. Odamlar nimadir deyishi sizni boqmaydi. O'shaning uchun ham iltimos o'zingizga uverенный bo'ling. Hamma narsani попробовать qiling. Agar bu o'rtog'ingiz, "Davay o'rtog'im, mana bunaqa joyga borib ko'ringlar, bitta aytish nimaligini ko'rib ko'ringlar. O'rtoq nima qilasan?" desa, "Всё. O'rtog'ingiz bilan o'rtoq bo'lmang. Keting boshqa joyga. Boshqa o'rtoq toping. Davay o'rtoq qilib ko'ringlar rostdan ham. Yaxshi narsa bo'lsa birga nimadir ochamiz. Davay o'rtoq, mana bu narsani qiling, sen backend o'rgan, men frontend o'rganaman. Ikkalamiz bir-birimizdan дополнять qilamiz." Shunaqa o'rtoq bo'lsa, o'sha o'rtoq bilan ketinglar. Atak o'zingizga uverенный bo'linglar, yaxshi o'rtoqlar topinglar va boshlashga hech qachon qo'rqmanglar. Hamma variantlarni qilinglar, o'zingizlarni sohanglarni tanlanglar. Men sizlar bilanman, men sizni поддержка qilaman, men mana shu yo'lda sizni kuzataman. Davay, bugunni o'zida nimadir qiling. Men ham ko'rib xursand bo'ling, что meni videoyim kimdirga qarashyapti. Men sizga ishonaman. Davay. Hozir o'rnida turib internetdan, YouTubedan videolar ko'rib, o'ziga yaqin bo'lgan sohani toping.